أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا محمد sallallohu alayhi vasallam. Assalomu alaykum muhtaram birodarlar. Barchangizga Allohning marhamati va ofiyati bo'lsin. Bugungi suhbatimizda Allohning birgina ismi bilan har qanday yomonlik qiluvchining yomonligidan himoyalanish usulini e'tiboringizga havola qilamiz. Sizga tish qayrab yurgan hasadchi zolim yoki sehrgar zolim bo'lsa, undan xavfda bo'lsangiz, avvalo Allohning o'ziga mutawakkil qalb egasi bo'lishga harakat qiling. Alloh o'z kitobida shunday marhamat qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kimki Allohga tavakkul qilsa, ya'ni suyansa, bas Allohning o'zi unga kifoya qilur. Taloq surasi 3-oyat. Demak, mo'min qalbdan Rabbisiga suyansa, qasamki u eng chiroyli, kutilmagan yordamni Rabbisidan oladi. Xuddi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va Abu Bakr Siddiq g'orda kutilmagan o'rgimchak to'ri bilan qal'alarni buzishga qodir, ko'zi qonga to'lgan dushmandan najot topganlaridek, u zot aqlga yetmagan o'rindan bir sababni chiqaradi-da, ishni tugatadi. O'shanda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu xavotirga tushdilar. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zarracha tahlikaga tushmadilar. Aksincha, ey Abu Bakr, Alloh biz bilan dedilar. Yoki Namrudning qo'ydiruvchi otashini Ibrohim alayhisalomga salqin va gulzor qilgan, ana shu bizni o'ziga suyansak chiroyli himoya qilishni va'da berayotgan Rabbimiz edi. Faqat Ibrohim bo'la olishimiz kerak. Ya'ni tavakkulimiz tom bo'lishi kerak. Eslang, olovga otilish vaqtida Jabroil alayhisalom kelib, nima yordam kerak deganida, senga hojatim yo'q, suyanchim yagona Allohgadir degan edilar. So'ng nima bo'ldi? Rabbisi ishonchni oqlab, har narsaga qodirligini isbotlab berdi. Biz qachon Ibrohim bo'lamiz? Salgina tahlikaga yuragimiz og'zimizdan chiqib ketayozadi. O'zimizni o'ta yolg'iz his qila boshlaymiz. Allohning oyatlari ham esimizdan chiqib ketadi. Olamlar yagona bir zotga bo'ysunishni ham unutamiz. Bu tavakkul yo'qligining ochiq alomatidir. Keyin tavakkul qildim, ya'ni suyandim, ammo saqlamadi deya aybni o'zimizdan qochirishga harakat qilamiz. Ammo tavakkulimiz tavakkulga muhtoj bo'ladi. Alloh aytayotgan tavakkul tildagina aytilgan emas, haqiqiy qalbni egallagan tavakkuldir. O'zi oxir zamon odamlarining aksari beamal bo'lishi bashorat qilingani shu o'rinlarda isbotini topadi. Ammo taqvo ahli duo qilib tavakkulli qalb egasi qil deya duo qilib tursa, qalblar sohibi bunga erishtirishi aniq. Duoning qabul bo'lishi uchun esa taqvo bo'lishi kerak. Parhezgor bo'lishimiz kerak. Kimki zolimdan najot tilab kunda bir vaqt namozdan so'ng Ya Muzillu ismini 55 marotaba aytib, boshini sajdaga qo'yib bu duoni bir marotaba o'qiydi. Allohumma amini min falan, ya'ni o'sha zolimning ismini bilsa aytadi. So'ng bu ismga shubhalanmay tavakkulda xotirjam bo'ladi. Inshaalloh taolo zolim unga yomonlik qilishga qodir bo'lmaydi. Rasulullohni birgina nafis o'rgimchak to'ri bilan himoya qilganidek, kutilmagan bir sababni o'rtaga chiqarib himoyani yaratadi. Siz esa ajablanib qolaverasiz.